Mashhur sahobiy Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ka'ba atrofida tavof qilayotganlarini ko'rdim va u zot Ka'baga qarab shunday der edilar. Payg'ambar alayhisalom Ka'ba-i muazzamaga qarab shu so'zlarni aytgan ekanlar. Ma atyabaki va atyaba rihaki. Sen va sening hiding qanday ham yaxshi dedilar. Payg'ambar alayhisalom Ka'baga qarab, sen va sening hiding qanday ham yaxshi. Ma a'zamaki va a'zama hurmataki. Sen qanday ham ulug'san va seni hurmating qanday ham buyuk. Vallazi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'mini a'zamu 'indallohi hurmatan minki. Muhammadni joni uni qo'lida bo'lgan zotga qasamki dedilar payg'ambar alayhisalom. Ya'ni Allohga qasamki, mu'minning hurmati Alloh taoloning nazdida seni hurmatingdan ulug'dir dedilar. Bir mu'minning hurmati Alloh taoloning nazdida Ka'ba-i muazzamadan ham ulug' deyaptilar payg'ambar alayhisalom. Ka'bani qanchalik ulug'ligini sizu bizga anglatib, ana undan keyin insonning hurmati Allohning nazdida hatto Ka'badan ham ulug' ekanligini payg'ambar alayhisalom aytibdilar.